Salom do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. Kanalga yangi kelgan bo'lsangiz, tanishib olaylik. Ismim Sherzod. Angliyaning Sharqiy Angliya universitetida Yaponiya tarixidan dars beraman. Bu yangi kanalni oliy ta'lim, universitetlar, sayohatlar, tadqiqot va shu atrofdagi mavzularni siz bilan suhbatlashish va bo'lishish uchun ochdim. Bugungi yozuvni Florensiyadan yozyapman. Bilganingizdek, Florensiya ilm-fan, ma'rifat, tarixga boy shahar. Keling bugun Florensiyaning ko'chalarini va ayniqsa universitetlarini siz bilan sayohat qilamiz. Xususan, Yevropa universiteti, o'ziga xos universitet haqida ham sizga so'zlab bermoqchiman. Suhbat asnosida Yevropa universiteti bilan o'zimning munosabatim haqida ham so'zlab beraman. E'tiboringiz uchun rahmat. Sayohatimizni boshlaymiz. Florensiya deganda Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Niccolo Machiavelli kabi Italiya Renessansining yetuk namoyandalarini eslaymiz. Renessans davrida shahar davlat bo'lgan Florensiya savdo-sotiqda, diplomatiyada, xalqaro munosabatlarda juda faol bo'lgan. Bu asrlarda shaharni boshqargan mashhur savdogar Medici oilasi erkin savdo va faol diplomatiya sabab yig'ilgan sarmoya va obro'-e'tiborga tayanib, shaharni rivojlantirish, san'at, me'morchilik va ilm-fanning taraqqiyotiga alohida e'tibor qaratishgan. Yevropa universiteti Florensiya chetidagi Fiesole shaharchasida, tepaliklar ustidagi tabiat qo'ynidagi kampusda joylashgan. Atrofimda ko'rib turganingizdek, hamma joyda zaytun va kiparis daraxtlari, manzaralar juda go'zal. Tepadan Florensiyani ham ko'rish mumkin. Konferensiyaga kelganim uchun hamma obyektivlarimni olib kelmaganimga pushaymon bo'lyapman, chunki hozir uzoqni yaqin qilib ko'rsatadigan obyektivim bo'lganida Florensiyaning saborini hozir ko'rgan bo'lardik, juda yaqindan. Kamera endi ozgina ojizlik qiladi bu go'zallikni ko'rsatishga, lekin to'g'riga qarasangiz, mashinalar tepasida ufqda Florensiya xuddi kaftdagidek ko'rinib turibdi. Yevropa universitetiga 1976-yilda Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar tomonidan asos solingan. Uni boshqa universitetlardan ajratib turuvchi ikki jihatning biri ham aynan shunga bog'liq. To'liq nomi Yevropa universitet instituti bo'lgan bu dargoh aslida shunchaki universitet emas, balki hukumatlararo tashkilot hisoblanadi. Universitetning asosiy xarajatlari aynan Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar tomonidan qoplanadi. Ya'ni byudjetining katta qismi a'zo davlatlar kiritadigan badallardan iborat. Bundan tashqari, Yevropa komissiyasi universitetning turli ilmiy loyiha va tashabbuslariga mablag' ajratadi. Boshqa tadqiqotda juda kuchli universitetlar kabi Yevropa universiteti ham albatta Yevropa ittifoqi va bundan tashqari boshqa tashkilotlardan ham grantlar oladi. Universitet asos solinganida ko'zlangan maqsad yuqori darajali akademik ta'lim va eng yuksak sifatli tadqiqotlarni qo'llab-quvvatlash bo'lgan. Yevropa universitetining ikkinchi o'ziga xos tomoni esa, bu yerda bakalavr talabalar yo'q. Bu yerga faqat magistr, doktorant yoki postdoklar qabul qilinadi. Ayni paytda 1000 ga yaqin magistr, doktorant va postdok ta'lim oladi va tadqiqot qiladi. Shulardan yarmidan ko'pi doktorantlardir. Universitetda 4 asosiy fakultet mavjud. Iqtisodiyot fakulteti, tarix va sivilizatsiya fakulteti, huquq fakulteti, siyosiy va ijtimoiy bilimlar fakulteti. Ko'rib turganingizdek, Yevropa ittifoqiga aloqadorligi universitetning ta'lim va tadqiqot yo'nalishlarini ham belgilab beradi. Aniq fanlardan ko'ra ko'proq ijtimoiy humanitar fanlar universitetdagi ta'lim tadqiqotning o'zagini tashkil qiladi. Bu 4 fakultetdan tashqari Yevropa universitetida 4 yetakchi ilmiy tadqiqot markazi ham mavjud. Robert Schuman nomli ilg'or tadqiqotlar markazi hozirda Yevropa oldida turgan muammo va tahdidlarni o'rganuvchi yetakchi ilmiy markazdir. Kaminangiz safarim chog'ida aynan ana shu markaz tomonidan tashkil qilingan konferensiyada qatnashdim. Max Weber postdoktoral tadqiqotlar markazi nafaqat Yevropa, balki butun dunyoda ijtimoiy fanlar yo'nalishidagi eng yirik markazdir. Bu yerda 60-70 tacha postdok tadqiqot qiladi. Postdok deganda doktoranturani tugatib, professor yo tadqiqotchi sifatida ish qidirayotgan yosh olimlar nazarda tutiladi. Ularga bu dargohda ham, boshqa universitetlarda ham postdok stipendiyasi beriladi degani, ilmiy ishlarni yozib tugatish,
yo nashrga tayyorlash, moliya va mablag' haqida qayg'urmasdan kelajagini qurish uchun imkoniyat berish nazarda tutiladi. Max Weber markazining obro'si esa bu tadqiqotchilarga kelajakdagi rejalarida katta yordam beradi desam adashmayman. 3-ilmiy tadqiqot markazi Xalqaro boshqaruv maktabi deb nomlanadi. Xalqaro va davlatlararo boshqaruv masalalarida tadqiqot va ta'lim olib boradigan yetakchi ilmiy amaliy markazdir. Bu yerda nafaqat magistr, doktorant yoki postdoklar, balki xalqaro boshqaruv sohasida faoliyat yuritayotgan mutaxassislar ham malaka oshirish imkoniyatiga ega. Va oxirgi ilmiy markaz desak bo'ladi, Yevropa Ittifoqining tarixiy arxivi. Bu arxivni Yevropa Ittifoqiga oid tarixiy, iqtisodiy, ijtimoiy va hokazo mavzularda tadqiqot olib borayotgan olimlar uchun haqiqiy xazina desa bo'ladi. Ittifoq tuzilganidan boshlab unga aloqador barcha manbalar saqlanadi. Bu safar arxivda ishlash imkonim bo'lmadi, ammo kelajakda hozir yozayotgan tadqiqotlarimda bu arxiv manbalaridan foydalanish maqsadim bor. Qisqa qilib aytganda, Yevropa universiteti birinchi navbatda Yevropa Ittifoqining, undan keyin butun dunyo taraqqiyotiga xizmat qiladigan ilmiy, ma'rifiy markazdir. Ijtimoiy humanitar fanlarning o'ziga xos yetakchi hubi desak bo'ladi. Bunday ilmiy markazning Florensiyadek boy tarixiy va madaniy merosga ega shaharda, bo'lganda ham shaharning qoq markazida emas, tabiat qo'ynida, Toskana viloyatining betakror manzarasiga aylanib bo'lgan kiparis daraxtlari o'sgan tepaliklar aro joylashgani esa ilm-fan bilan shug'ullanadigan insonlar uchun eng maqbul joyga aylantiradi meni nazarimda. Bunday joyda tadqiqot qilish yoki ta'lim olish insonga ilhom bag'ishlaydi. Universitetda yig'ilgan miyalar yig'indisi esa turli uchrashuv va fikrlar almashinuviga yordam beradi. Videoning boshida Yevropa universiteti bilan o'zimning munosabatim haqida ham qisqacha so'zlab beraman dedim. Hozir eslab qarasam juda ko'p yil o'tib ketibdi, 15 yil bo'libdi. 2010-yilda shu universitetning tarix fakultetiga doktorlik dissertatsiyasini yoqlash uchun, ya'ni PhD programmasiga to'liq 4 yillik stipendiya bilan qabul qilinganman. Bundan juda xursand edim, chunki bir nechta universitetga topshirib joy berishgan bo'lsa ham stipendiya taklif qilishmagandi. Bu birinchi marta bu universitet menga stipendiya taklif qilgan, ya'ni to'liq stipendiya. Bo'lmasa, masalan, o'sha paytlarda PhD tadqiqot qilish imkoni bo'lmasdi. Shu sababdan aytaman, stipendiyasiga qiziqqan yoshlar bo'lsa, qalbi qaynoq yoshlar bo'lsa, bu universitetning stipendiyasi juda ham zo'r. Aslida bu topshirish jarayoni juda qiziq bo'lgan, chunki stipendiya haqida o'qiganimda ko'pchilik ham shunday deb o'ylaydi, men o'zim ham shunday deb o'ylaganman. Faqat Yevropa Ittifoqi fuqarolari uchun bo'lsa kerak bu stipendiya deb o'ylaganman. Chunki e'lonni o'qisangiz, aniq Yevropa Ittifoqi fuqarosi bo'lmaganlar topshirmasin degan joyi ham yo'q. Lekin ko'proq baribir 90%dir, 95%dir Yevropa Ittifoqi fuqarolari topshiradi. Lekin men yozib ko'rganman bularga, email yozib ko'rganman. Endi men O'zbekistonlikman, lekin qiziqaman, stipendiyaga topshirsam bo'ladimi deganimda, bemalol topshirsangiz bo'ladi deyishgan. Ya'ni, masalan, shu narsani so'ramaganimda topshirish mumkinligini ham bilmagan bo'lardim. Xullas, 31-yanvar topshirmoqchi bo'lganlar uchun hali vaqt bor. Hujjatlaringizni tayyorlab, hozirdan qiziqib topshirib boshlang. Ajoyib joy, mana ko'rib turganingizdek. Xullas, hujjatlarni topshirganimdan keyin, oradan 1-2 hafta o'tgandan keyin Florensiyaga keling, sizni suhbat qilmoqchimiz, butun fakultet siz bilan suhbat qilmoqchi degan email keldi. O'sha paytda endi bilasizlar, O'zbekistonda Avir degan narsa bo'lar edi. Pasportimda Avirim tugab ketgan ekan o'sha paytda. Xullas, men pasport tayyorlab Avir olganimcha bu intervyu suhbatni vaqti o'tib ketdi. O'tib ketar edi. Ya'ni qarasam ulgurmayman. Shuning uchun email yozganman, yana qaytib bora olmayman, uzr, lekin suhbat qilishni xohlagan bo'lardim deganimda, bular bo'pti, bo'lmasa internetda suhbat qilamiz deyishgan. Xullas, internetda Skype bo'lardi o'sha paytlar. Skype orqali suhbatda butun fakultet bilan savol-javob bo'lgan va bir haftadan keyin menga siz qabul qilindingiz, to'liq hujjatlaringizni tayyorlab boshlang, Italiya elchixonasiga boring, vizaga hujjatlaringizni tayyorlang deb degan xat kelgan. Xullas, juda hozir uzun bo'lib ketdi hikoyam. Deyarli viza tayyor, pasportimni elchixonaga olib boradigan paytimda, undan oldinroq Kembrij universitetiga ham topshirib qo'ygan edim, noyabr oyida. Kembrijdan javob kelgan, Kembrijga qabul qilindingiz degan va keyin juda bir nima deydi, og'ir tuyg'u bilan, og'ir yurak bilan bu yoqdagi ilmiy rahbarga ham, butun fakultetga ham uzr so'rab, uzr, men Kembrijga ketaman deb email yozishimga to'g'ri kelgan. Shundan keyin Florensiyaga kelishga bir necha marta harakat qildim. Postdokka topshirdim, konferensiyalarga topshirdim. Biron marta kelish imkoni bo'lmadi. Mana bugun omadim chopgan ekan. Mana oxiri
Nihoyat Florensiyaga kelish nasib qildi. Florensiyaga kelib ham aynan mana shu kampusga kelib, kampus tomosha qilib, buni sizlarga ham ko'rsatish nasib qildi. Do'stlar, videoni shu nuqtagacha ko'rgan bo'lsangiz, sizga kichik iltimosim bor. Bu kanal bilan bog'liq ishlar, ya'ni videoga olish, video matnini rejalashtirib, yozib chiqish, shunga moslab video tasvirlarni montaj qilish va hokazo vazifalarning barchasini ishdan ortgan vaqtimda bir o'zim bajaraman. Agar sizga video qiziq yo foydali bo'lgan bo'lsa va meni yangi va qiziqarli videolar yaratishimda qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz, iltimos bu kanalga obuna bo'ling, yonidagi qo'ng'iroqcha va menga yoqdi tugmachalarini bosing. Video bo'yicha fikr-mulohazalaringiz, ayniqsa tanqidiy fikrlaringizni pastda yozib qoldiring. Men ularning hammasini o'qib chiqaman va imkon qadar javob yozishga harakat qilaman. Keyingi videolarda Britaniyaning 2 eng qadimiy universiteti, Cambridge bilan Oxford haqida hikoya qilaman. Yaponiya va boshqa davlatlar oliy ta'lim dargohlariga sayohat qilamiz. Bular haqida savollaringiz, bilishni istagan narsalaringiz bo'lsa, albatta yozib qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat.